Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabında biz Abbasilarınki en muhim halifelerden Mustensir degan halifeninki hayatından tanışıp çıkıyatkan. Bugünkü dersimizde bu adamninki devirde yüz vergen en muhim vakalar hakkında ve bu adamninki vefat hakkında toxtalamiz. Mustensirninki devirde yüz vergen muhim hadislerden 628 yıl boğa vaxtida Damashqning valisi Malikul Ashrafiya hadis maktabi silishga buyruq berdi dedi. Bu yani 2 yıl jarayonida 630 yili putib chiqdi deyilgan. Bu Darul Hadis Ashrafiya bu Damashqda yaqinqi davrga qadar davomlashib kelgan bu maktab. Endi Mustensirninki buyruğu bilen kumush pul so'qish haqida 632 yil boğa vaqtida Mustensir kumush pul so'qishga buyurdi. Kishilarni bunda oltinning pachampurat oltin pulning o'rniga mushu qiliplashgan kumush pul ishiltinglar dedi. U vaqtida bir jazonda yiroq bo'ldi. Vezir o'ltirib valilar, savdogarlar, sarraflar hammasini akilib shu cho'ng gilamlar silindi-da, bu yerga shu darhamlarni to'kdimdi. To'kib vezir mundaq dedi. Mavlana Amirul Mu'minin xalifa sizlarni mushi darhamlar bilan muomil qilsin, pachpurat oltin parchalari bilan muomil savdo qilmasin deb buyruq tushdi. Bunun hammasi sizlarga mehribonlik, shafqat ko'rsatganlikdir. Jazoviy muomildan yiroq turishni topilganlikdir dedi. Shuning uchun duo qilinglar dedi-da. Ondan bu Iroqda bu dokolatlar, yorliqlar butun bir cho'gilib chiqildimda. Har bir 10 tal kumush 1 dinar deb baho bekitildi. Ya'ni 10 tal kumush pul 1 dinarga tava. Dinar degan tilla pul hamda. Bu haqda muvaffaq Abul Maali Qasim ibn Abil Hadid degan shu davrning shoiri mundaq marsiya o'qigan. Güzel qarashlaringizni har vaqt yo'qitib qo'ymadik. Ya'ni manfaatlanayotimiz demakda. Siz bizni tatfifdan yaroqlashtirdingiz. Tatfif degan shu tarozida kambirish, ya'ni saxtapazlik masalasi. Bizga bu kumush pulninki belgisini sizip verdiniz. Bunun könüp kaldık. Burun bunda köngen emesdik. Meşhur emesti. Sizin bu sarrafçılıktan çeklep yarlık çüğününüz adalet ve şundakla hakikatli tonutuş barıstin idi. Ergüz mü? Pulunu kılıplaştırıp bir yer ekep koyaş. Degендek bundaq mesele emas dedi. Demek ki bu onun sizin qilgan işiniz adaletni barpo qilish yo'lida bo'lgan ishlar hargizmi birli yerga birli qilib qilib qo'yash pulning tanlarqini bu nuqtadan emasdi. Demek ki bu she'r orqali bu odamning bir to'g'ri qilmishini, islomiyatga uyg'un buyruqini bu odam bu yerda kuylayotdi. 635 yili bo'lgan vaqtida Damashqning qoziligiga Shamsuddin Ahmad Joni degan odam tayinlandi. Mana bu odam shaharda shu shoidlik markazi barpo qilgan tunji qozi edi. Undan burun xalqlar shu odil odamlarning uylariga birib ularni shoidlikqa talab qiladi. Lekin bu adam hamda shoidlik markazi silib, shu yerda shoidlarni masalan shu shaharda, shu yezda mashhur bo'lgan din diyonatda yuqori ilmlik bo'lgan ishlarni biladigan mushta odamlarni shu yerda qo'yish kerak bu jihatda tayinlab. 635 yil bo'lgan vaqtida ikki uka sulton o'lib ketdi. Birsi Damashq valisi Ashrafboy, birsi Misr valisi Kamil. Yani bu ikki oydan keyin o'lib ketdi. Bu ilamisi Ayyubilarniki ballari bo'ladi. Misrda Kamilning o'g'li Qalloma degan sulton bo'lib, o'zini Adil deb laqamladi. Ondan bu g'ulab tushib, uning oksi Salih Ayyub Najmiddin podshoh sulton bo'ldi.
Hicriye 637 yılı boğa vaxtida Damashqning xotibligiga Sheyx Izziddin Abdussalam tayinlandi. Bu Damashqning xotibligi esa hozirgi shu Umayyi masjidniki gapi. Bu bid'atdan xoli xutbalarni o'qishga boshladi. Oltin halvagan, oltin bilan bezalgan bayroqlarni hamma tushiribdi. Uning o'rniga oq qora bayroqlarni tikladi. Oldida birla muazzin azon etishga ruxsat qildi. Bundaq bo'lishi hamda Damashq bu islomiyatning muhim poytaxtlaridan. Bu adam sünnetga esildigan bir olim bo'lg'achqa oltindan yasalgan narsalarni bu noyatlik bir hashamatchilik turmush bunday narsalarni ishiltish turmushda masalan cheklangan odatda bular erlarniki balkim shu jihatdan bu odam cheklagan bo'lishi mumkin. Ya'ni birisi qora oq bayroqni tiklishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonasidagi bayroqlarning rangiga ergishib qolgan bo'lishi mumkin. Endi bir muazzinning a'zoyi etishi masalasiga kelsak, Suriyada hozir qadar shu Damashq shu Umayyi masjidda 6 yoki 7 muazzin a'zoyi etida juma vaqtida qanday namoz bo'lsa asosan 6-7 muazzin a'zoyi etidi bir vaqtda. Bu bir cho'ng bir bid'at. Avvaldan qaraganda bu bid'at shu uzun yildiz uzun bid'at bo'lsa kerak. 637-yil bo'lgan vaqtida Yemenning podshosi Amir Nuriddin Ömer ibn Ali ibn Rasul Turkmani xalifaning huzuriga kelib, Yemenning podshohlik haqida bir yorliq bergan bo'lsiri deb talab qilib keldi. Bu avval Malikul Mas'ud ibn Malikul Kamil o'lib ketgandan keyin bo'lgan voqea. Hamda u xalif e'tirof qilmasa, u yolg'iz qolib qoladi. U e'tirof erishamaydi xalq tarafidan. Padişahlık bunun ballarında 800 yılga kadar devam etti. Bazı rivayette 865 yıl kadar depti. Yani demek yakın kadar muş adamniki oğullarda Yemen padişahlığı devam etken. 639 yılı boğa vaxtida Mısır hakimi Salih iki qasr orasida bir maktab soldi. Bu iki qasr deganda Qayrada hamda burun ayni vaqtida cho'ng katta sepillar var. Bilkin bu Fatimiler sağan devletlerin keyinki Eyyubiler yak onun burunqi padişahlar davridagi qasrlar bo'lsa kerak. Ayrım. Ravza degan o'rinda cho'ng bir sepil barpo qildi. Ondan buning qullari mazkur qal'ani 651-yili buzib xarob qilib etgan deb shunday dedi. Endi Mustansirning vafoti 640-yili bo'lgan vaqtida Mustansir Jumadil oxir ayning 10-kuni Juma kunida o'lib ketdi. Shoirlar bu to'g'riliq marsiya o'qib, jumladan Safiyuddin Abdulloh ibn Jamilning so'zini sunib o'taylik. Ta'ziya musibatimiz ig'ir bo'ldi. Bu kesal buni oxiri g'olatdi. Davr zamonlar bergan narsni yana qaytirib oldi. Bu yani şu adamın ölmegi simol kılınan sözlerdeydi. Közlerge bak. Bu pıraktın keyin yağmur kabi quyulatıdı. Yani yaş ornaga yağmur quyulatıdı deydi. Yani kan quyulatıdı demekti de. Bu malamet kıldığı iş emas. Yani bu közden kan quyuşqa arziydigan xalifa demekti. Bularning hammasi oshkor bo'lib ketdi. Ya'ni ko'zlardagi yoshlar oshkora quyulyapti demakda. Qalbim to'xtamayotdi. Voy isit, afsunishlar hammasi. Mening bu yara ko'zim tig'i uxlamayotdi. Uyqumayotdi demakda. Men yo'qotgan, mendan burun o'lib ketgan bu kishilarga mendan nayt ichinishlik salom degan. Şirin okugan. Endi Mustansirning alayda xislatlardan Vajihil Qayruvani degan bir kishi mag'riblik odam bo'lsa kerak. Uni bir qasidalar maqtab, bu qasidada mundaq bayonlar keltirilgan. Law kunta fi yawmis saqifati hadiran
kuntel muqaddeme vel imamel evra'a. Eğer sen Sakif günü şu sorunlu boğan bolsan, sen en takva hemminin olduda birinci adam bulattın degan. Bu Sakif günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ketip tunji qatim bir qurultay açılgan. Ensarilar, muhacirlar, onundan başka sahabalar arsida Medine'de. Bu ensarlarnınki məlisi. Hazırkı Mescid-i Nebevi'ninki g'arbi tarafi to'g'ri qilgan bir maydon bor shu yerda. Shu yerda bu tunji qatim fikr talash-tartish bo'lgandan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni bu xalifa saylab chiqqan. Onun ichida masalan ba'zi kishilarni ensarlarni nomzod tushgan uning ichiga. Umar ibn Xattob nomzod bo'lishga boshqalar tavsiya qilgan. Abu Bakr Siddiqmi shu. Demak bir necha nomzodning ichidan utib chiqqani Abu Bakr Siddiq. Chunki Abu Bakr Siddiqninki fazilatini hammaylar e'tirof qiladilar. Demakchi bo'lgani sen shu kunda bo'lsangmi Abu Bakr Siddiqning oldida seni haq tanlagan bo'ladi degan bo'ldi. Bu podoqchilikninki eng ig'ir avjisi ma bu. Abu Bakr Siddiq kim o? Bu mustansir kim o? O ikkisinin alayda farqi var. O bir sahabe, o bir birinci numaralı şahıs peygamberimizden qalsa. Şunun Hazreti sorunda bu adamdan birisi depti. Hatalaştınız taksir. Çoğundadınız Abbas mı şu sorunda batı. Lekin birinci olap tanlanan Abu Bakr boğan emas mı? Degandikin mustansir bu gapni darhol ma'qullab Aşu gapni diyen adamga, mush gapni degan adamga, ya'ni podshohdan xalifadimi ayminmaylar haqni debdi-da bu adam. Degan adamga bir ton sarpayni beribdi uningga mukofot qilib. Ashir o'qigan podoq shoir vajihni darhol polash haqida buyruq tushiribdi. Bu adam kim Misrga ketgan deyilibdi. Mana buni Imom Zahabi rahmatullohi alayh bayon qilib o'tgan Siyar Alamun Nubala nomli kitobida. Bugünkü dersimiz müşahitçi boğay ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.